Hamma salom do'stlar, sizlar bilan men Minecraft. Bugungi videoda eng mashhur sun'iy intellekt bo'lgan 3 sun'iy intellektdan challenge olaman, ya'ni ChatGPT, Gemini va Cloud. Shu uchala sun'iy intellektlardan men challenge olaman. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna va like bosib qo'yishni unutmang. Qani unda videoni boshlaymiz. Yana kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. 94.5% insonlar obunasiz ko'rar ekan, 5.2% insonlar obuna bilan ko'rar ekan. Hech bo'lmasa shu foizni 90% qilaylik, iltimos obuna bo'lib qo'ying. Axir qiyin emas-ku, bitta tugma bossangiz bo'ldi. Bosganlar uchun rahmat, bosmaganlar hoziroq bossin. Qani unda videoga olg'a. Birinchi bo'lib challenge oladigan sun'iy intellektimiz bu albatta ChatGPTdan birinchi challenge olamiz. Hozir yozib olay. What bu qanaqa? Yo-mayo. Men buncha narsani qilgancha qarib ketaman. Mayli qisqaroq ber deymiz. Men mana bu challenge'ni tanladim. 5 daqiqada 64 ta yog'och yig'ish challenge'ini. Xullas do'stlar, endi telefonni o'zini 5 daqiqalik taymerga qo'yib qo'yaman. O'sha bilan ko'ramiz. Qani, men 5 daqiqa o'yinga kirganimdan 5 daqiqa boshlanadi. 6 daqiqa qilib qo'yaman. Xullas, rozi bo'lsangiz, qani boshlaymiz. Birinchi challenge boshlandi. Mana olam yaratilmoqda. Olam yaratilgandan boshlanadi. Hozir olamga kirganimdan 5 daqiqalik taymer boshlanadi. Ya'ni mana bu. Mana olamga kirdim. Hali qimirlaganim ham yo'q. Hozir boshlaymiz. Video tezlashtiriladi. Emocional, mas não vou com contação. Bem, vou viver a minha vida da ação. E na fonte dos tu casa. Se dá dia, não dá. Xullas do'stlar, mana birinchi challenge ham bajardim. Men 3 daqiqadan sal ko'proq, deyarli 4 daqiqada bu challenge-ni bajardim. Ekrangizga qancha vaqtda bajarganimni chiqarib qo'yaman. Mana bir stagu 6 ta yog'och bir xil bo'lsa kerak dedimda, bir xil yog'och yig'dim. Qanunda keyingi sun'iy intellekt challenge. Bu sun'iy intellektimiz Cloud. Qanunda challenge-ni so'rab olaylik. Oxiri challenge bergizim, mana bunday berdi. 5 daqiqada qurib bo'ladigan kichik uy qur dedi. Challenge-ni qabul qildim. Cloud qani olg'a. Xullas do'stlar, mana spawn bo'lib oldim, ammo qimirlaganim yo'q, hali hech narsa qilganim yo'q. Inventarimni ham ko'rishingiz mumkin. Endi esa boshlaymiz. 1 2 3 olg'a.
Xullas do'stlar, mana Cloud'ni ham challenge bajarildi. Men buni 4 daqiqa-yu 53 soniyada qurdim. To'g'risini aytsam, men tosh kovlashga kirib ketganimda ancha vaqt ketib qoldi. Shuning uchun men shunday qilib qo'ydim. Zato uyda ichida hech bo'lsa, bitta bo'lsa ham buyum bo'lishi kerak deb versta qilib qo'ydim. Zo'rg'a ulgurdim hozir shu uyni qurishga. Hamayli. Endi keyingi, ya'ni Geminining topshirig'iga, ya'ni challenge-ga o'tamiz. Olg'a. Xullas, mana Gemini aytgan challenge 10 daqiqada kalta ko'prik quraman ekan. Bo'ldi, dengiz ustidan 10 daqiqada ko'prik quramiz. Qani olg'a. Xullas do'stlar, spawn ham bo'lib oldik. Endi 10 daqiqalik taymerni yoqaman. 1 ko'prikni ham 9 daqiqa 3 soniyada qurib bo'ldim. Endi siz ham o'zingizni shartlaringizni mana shu video kommentariyasiga yozib qoldiring. Men albatta bajarishga harakat qilaman. Yana aytgancha, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni ham unutmang. Hammangizga xayr. Sizlar bilan Akim Craft bo'ldi. Yana meni o'z Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. U yerga men modlar tashlab boraman. Telegram kanalimga havola esa shu video kommentariyasida. Hammangizga xayr.